Assalomu alaykum, hurmatli ahli O'zbekiston, vatandoshlarim, qondoshlarim, jondoshlarim. Men Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi maktab direktori bo'lib ishlayotgan Gulrona qizimizni muhokamalardan keyin chiqishga, shu videoni joylashga majbur bo'ldim. Ey ahli O'zbekiston xalqim, bir qizing, bir millatdoshing, bir vatandoshing taqiqqa uchrab xo'rlansa-yu, biz uni muhokama qilib 50% xalqimiz qora ko'mir surkasa yuziga, 50% xalqimiz uni oqlasa, asli bu ishlar tepasida turganlarda kim ekanligini ham bir o'ylab qarab mulohaza qilishimiz kerak aslida. Men boshimdan o'tgan bir ikkita voqeani aytib bermoqchiman sizlarga. Men u qizimizni Gulronani tanimayman ham, ko'rgan ham emasman, faqat shu videoda mana ko'rdim. Men hech kim emas, millatdoshim, vatandoshim va qizlarim singari bir qizim qatori qizim. Shuning uchun gapirganda, yozganda kommentlar sal o'ylab, orqa ketimizga qarab, hisob-kitob bilan yozishimiz kerak. Nimani bo'lsa gapiraverishligimiz, yozaverishligimiz ham to'g'ri kelmaydi. Birinchi, agar shu Gulrona qizimizni ko'ngli qing'ir bo'lganda, u soliqchi ukamizni ham ko'ngli qing'ir bo'lganda, eshiklarni, darvozalarni ochib qo'yib shu ishni qilisharmidi? Bu bitta savol. Ikkinchisi, qani ularni kirib kelish holatlaridan to o'sha o'tgan holatlargacha. Men ko'rganim yo'q, lekin yozuvlardan xulosa chiqarib aytyapman. Ko'rishni ham xohlamayman. Chunki bir ayolni qizimizdir, singlimizdir, onamizdir, opamizdir taqiqlab shunaqa holatda ko'rsatsa-yu, biz uni tomosha qilib yana uni muhokama qilsak, biz o'zimizni o'zimiz orqamizni ochamizmi? Ey birodarlar, o'ylab ko'ringlar. Xo'p, olingan bo'lsa ham, shu ichki doirada muhokama qilingan bo'lsa ham, xo'p, o'sha holatlar bo'lgan bo'lsa ham, uni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib butun yer yuziga ko'z qilishdi. Nima foydasi-yu, nima keragi bor? O'zimizni o'zimiz sharmanda qilib. Men ichki ishlar tizimida yaxshi ishlayotgan xodimlarni bilaman. Lekin shu ichki ishlar tizimida sholi kurmaksiz bo'lmaydi degandek ifloslik qilganlarni ham bilaman. Va hatto bir nechtasini oxiri xor bo'lib, Alloh saqlasin, tavba qildim, o'zlari yig'lab menga gapirib berganlarni ham bilaman. Masalan, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida sobiq tuzum davrida bir bizim mahalladoshimiz ministrlikda ishlagan. Mutaxassislar Adel kadr deymizmi? Ichki ishlar vazirligida mayordan boshlab borib, podpolkovnik bo'lib istifoga chiqdi. Tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlari bo'ldi va hokazo ishlarda ishladi va vazirlikda po kadru bo'lgan. Zam po kadru deydi. O'zbekcha endi shu kadrlarni tayyorlash bo'yicha o'rinbosar, vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan odam. Nimaga kirgan bo'lsam shu hayotimga qaytdi va ahli ayolimni shu yomon ishni ustida ushlab olib, quda andali bo'lganimda, farzandlarim katta bo'lib qolganda, yelkamga to'nda solib uyni tashlab chiqib ketdim. O'ldirib qo'yishim ham mumkin edi ularni. Achchiq ustida. Lekin qonunni bilganligim uchun bilganingdiki sen endi menga harom bo'lding deb tashlab chiqib ketdim.
deb pensiyaga chiqqan vaqtda ular erta chiqadi pensiyaga albatta ichki ishlarda ishlaganlar. Toshkentda dom aspirantda vaqtyor bo'lib ishlab va ashu yerdan ketdi keyin chin dunyoga. Na farzand qoldi ularni orqasidan, qoldi albatta, lekin uni yonida emas, bu yoqda qoldi. Katta farzandlar, o'g'il qizlar. U ayoli ham ketdi keyin. Mana sizga Allohning ko'rsatishi. Yana bir voqea. Meni o'g'lim futbolist edi. Farg'ona hokim kubogida bir komandaga taklif qilishganda, shu yerda o'ynaysan, ko'ramiz o'ynaydi deb taklif qilishgan. Borgan, o'ynagan. Mana oxirgi tur endi tugadi, o'yin uylaringga ketinglar, 2-3 kundan keyin borasizlar klubga degan. Qaytishda kelayotganda bir voqea bo'lgan. Joyini, manzilini aytmay qo'yay endi. O'sha shahardan boshqa bir shaharga ichki ishlar qizini kelin qilib berishgan bo'lgan. Kelyapsa, kech fevral oyida bo'lgan. Bir ikkita shilqim kayf bolalar ali qayna kelinga, yangi kelinchakka tegajaqlik qilishgan. Natijada meni o'g'lim o'rtaga tushib, u qiz bilan qaynani ajratib olib, ularni qattiqroq urgan qizgasi. Va u qiz kelin bilan qaynaga ketib borgan, o'g'limni ichki ishlar ushlab olib ketgan. U bolalar, bezori bolalar o'sha yerlik, o'sha shaharlik bo'lishgan. Bir boydi, Vohab hojimi degan boydi o'g'illari bo'lgan. O'g'lining o'rtoqlari bilan. Va shunday uyushtirishganki, ko'chadan bir yollanma ayolni qizni olib kelishib, bunga pul berishib, va menga osiluvdi, buni bola deb, meni o'g'lim u qizga osilgan, u bolalar ajratmoqchi bo'lganda o'g'lim ularni urgan bo'lib qamashgan. Allohdan aylanay, Allohning borligiga shukr. Hamisha to'g'ri odamni o'zi qo'llaydi, o'zi panohida saqlaydi. Hali nachalnik bersa, o'g'limni qamab, hech narsa bermanglar, u bo'ldi, do'qilib bo'ldi, hoji aka, buni shu qonun asosida jazolaymiz deb chiqib ketib, uyiga borsa, qayna qudasi bilan qizi qaytib kelib o'tiribdi. Ha, ketayotlaring qizlarim desa, shunaqa bo'ldi deb yig'lab dadasiga aytib beradi. Dadasi darrov ichki ishlarga telefon qilib, bolaga telefon ber, uyga telefon qilib qo'ysin, shuna deb so'rayotdi. Ovqat-poqatdan xabara, u bola undaqa bo'lamas ekan deb xodimlariga aytadi. Ko'ryapsizmi Allohni? Ertasiga keyin hojini chaqirib, hali guvohlarni, soxta guvoh ayolni ham chaqirib jazolayman deganda, hali soxta ayol yig'lab menga buncha pul beradi, shuning uchun shu rolni o'ynab beryaptim deb tan oladi. Bu qizi bilan qudalar hali bolalarni senlar shuna osilding, bu bola biz yonimiz oldi deb isbotlab bergandan keyingina o'g'limni uyga doğru olib kelib tashlab ketishadi va nachalnik Melisa ichki ishlar boshlig'i shu shaharda men aynibga kelishibman, boyni gapiga kirib. Demak, men bu tizimda noloyiq bo'lib qolibman endi. Men bas qilishim kerak ekan deb ariza yozaman deb aytibdi o'g'limga. Oxiri rahmat olsun. Ko'ryapsizmi? Bularni qilgan qilaman. Bu ikkinchisi. Uchinchi holat, men ish faoliyatimda mahalla oqsoqoli bo'lib ishlab yurgan davrimda bir maktab direktorini ichki ishlar boshlig'ini, yangi kelgan ichki ishlar boshlig'ini aytganlarini qilmagan ekanmi? Nimadir ikkovini orasida janjal chiqib, shantaj qilishadi. Ya'ni kim shu maktabga bir bema'ni ayol bilan bir bolani kelishtirib, olib berishib, maktabni qorovulini shuni qo'yasan, sen uyni buydi deb turib, qo'yishtirib, kelib orqasidan xuddi shu Gulnonaga o'xshab ichki ishlar kelib bosib, ularni ushlab, mana maktabda holati. Maktab direktori qayerga qarayapti? Buni maktabning ichida mondaqanga bema'ni ishlar bo'lyapti degan tuhmat bilan ishdan olishga harakat qiladi. U maktab direktorini qaynotasi juda kuchli yaxshi yozuvchi, bir ikkita pyesalari Namangan teatr, Danjan teatrlarida qo'yilgan odam edi.
ayga bayga murojaat qilishib, xullas kelinini halolligini, u yerda undaqa ishlar bo'lmaganligini qora ulamo oxiri tilga kirib aytib beradi. Mana shunaqa qilishdi, meni ham zo'rlashdi, majburlashdi deb. U anavilar kelganlar ham biz ham hech qanaqa nima, biz ham shu iltimos shuni rolni o'ynab berasizlar deb olib kelgan deb aytib tan berishgandan keyin nachalnik mesa xuddi shunga o'xshab ketdi. Qamalmadi, sekingina arizasi bilan ketdi, lekin eshitdik, hozir sholib qolibdi. Ana. Yana ham Xudo saqlabdi, shollik kasalini beribdi. O'zini qizini, kelinini yo ayolini haligi boyagiga o'xshatsa-chi. Ko'rdingiz Allohning borligini. Shuning uchun gapirganda, birovga bir tuhmat toshayotganda yoki halolmi, nohalolmi bir gap gapirganda o'ylab, orqa ketimizga qarab gapirib, keyin chiqaylik o'rtoqlar. Bayroqni ko'tarib, bir kun uni oqlab, bir kun bunisini oqlab, undaqa bilan ish bo'lmaydi. Umuman buni qonun o'zi hal qilish kerak. U ichki ishlar xodimlariga Allohning o'zining jazosi bor. Allohning o'zining jazosi bor. Yaxshi u nachalligi bilan zami qamalibdi. 4 yilmi necha yil bo'lsa ham. Oson qutulibdi. Xudoni agar shu jazo bilan Xudoning jazosidan qutulib qolgan bo'lsa, Xudoga shukr qilsinlar. Endi qolgan mana 9 ta bajaruvchi ichki ishlar xodimlari ko'zlarini ochib, o'zlari ashaligini boyag'i nachalnik mesiga o'xshab o'zlari ishdan ketish kerak. Bu bir. Ikkinchi, o'zlari jazolash kerak. Qaysi holatda bo'lsa ham. Vijdonni oldida pok bo'lib qolish uchun, Allohning oldida pok bo'lib qolish uchun o'zlari jazolash kerak. Shunda qutulib qoladi. Bo'lmasa bu dunyodan hech kim hech qachon qilgan ishiga yarasha jazosini olmasdan qutulmaydi. Bu prokuror emas, bu sud emas. Mana uni oling, meni ozod qilaring degani. Bu Alloh. Alloh hech qanaqa sizni pulingizga ham, boshqangizga ham qaramaydi. Faqat tavbangizga va qilayotgan tavbaga amal qilishingizga qaraydi. Siz tavbangizni qiling-da, janobi ichki ishlar xodimlari. Lekin bu tizimdan chiqib keting. Chunki siz qonuningiz o'zingiz ishlatishingiz kerak bo'lgan qonunlarni bilmaysiz. Tushunmaysiz va bilishni, tushunishni xohlamaysizlar. Endi u Gulrona qizimizga esa sabr tilaymiz. Ilohim farzandlarini baxt kamolini ko'rsin. Endi bundan keyingi shunaqangi holatlarda xushyor bo'lsin. Nima bo'pti, pul beraman desa, endi bu qizimizni ham aybi shu uyiga borganligidir ehtimol. Shuni shu ko'chada yoki xo'p borar ekan, birorta bir sherik bilan borsa ham bo'lardi. Endi bitta xatosi shu qizimiz. Hammalaringga Allohdan insof so'rayman. Iymon so'rayman. Birodarlar, hamyurtlar. Bo'lar bo'lmas videolarni qo'yib ijtimoiy tarmoqda ura qilavermaylik. O'zimizni sal yuzimizni himoya qilaylik. O'zimiz qora choplamaylik. O'zimizni orqamizni o'zimiz ko'rsatmaylik. Jon qizlarim, bolalarim, ayniqsa ayollar, sizlar juda faol bo'lib ketdilaring. Ayibda ham, yomonlashda ham, oqlashda ham. Ko'rdingizmi? Qaysi kanalda nahotki shunga qiziqsalaring. O'zlaringga o'xshagan bir ayolning sharmandagarchiligini xo'p, unda bo'lsa ham ayib, unda bo'lmasa ham ko'rishni xohlasalar. Men erkak kishi bo'lib turib ko'rmadim ham, ko'rmayman ham. Xohlamayman ham ko'rishni. Eshitdim, bo'ldi, yetadi shu. Shunga asosan men xulosa chiqarib gapiryapman. Kimdadir ko'nglini og'ritgan bo'lsam, salomat bo'linglar.